Kesayotganimda yaqinroq olib kelasiz. Aha, bo'ldi. Basoning. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun shoxtollarni kesishdi. Mana ekilgandan beri hech ham kesilgan yo'q ekan. Buvayda tumanidaman. Mana shoxtollarni hozir kesamiz, abreska qilamiz. Shoxtolini bunaqa juda ham o'stirib yuborilmaydi. Shuning uchun mana bu tomonda bir ayvon bor ekan, shuning uchun sal tepalardan qo'yib beraveramiz endi. Ayvonni salqinini hisobiga mana bu o'sib ketayotgan novdalarni olib tashlashimiz kerak. Mana ichiga qarab o'sganlarni ham olamiz. Kereklashtirishimiz kerak. Bu ekilgandan beri o'zi abreska qilinishi kerak edi. Hech ham abreska bo'lmabdi. Shuning uchun hozir hech bo'lsa ham abreska qilyapmiz mana. Endi abreska qilinmasa, shoxtoli tez qarib qoladi. Yonga o'sayotgan novdalarni qo'yib, yondan shoxlatishimiz kerak. Mana ichiga qarab o'sayotganlarni olib tashlaymiz. Ichidan chiqyapti mana bundaqa qurib qolgan novda bor. Mana endi bu tomonidan yana ham olamiz. Chunki mana bu tomonda shox bor. Shuning uchun mana bu shox bularni bosib qoladi. Mana buni ham olib tashlaymiz endi. Mana bu yoqqa qarab shoxlaydi, bular bu yoqqa. Endi bizga mana shuni keragi yo'q. Chunki bu tomonda uy bor, uyni salqinida qolib ketadi. Hozir mana shu ham bizga kerak emas ekan. Orada qolib ketyapti. Mana shunaqa qilib yon chakalatib o'stiramiz shoxtolini. Kosasimon deydi, kosasimon shakl beramiz shoxtoliga. Endi hozir birinchi marta bo'lyapti mana nimasi. Shuning uchun mana endi ancha-muncha kam ko'siga keyin yil to'g'lanib ketadi. Mana Xudo xolasa mana bunaqa qilib sindirib qo'ygan joylar ham bor ekan. So'nggi yilga yana ham bir nima bo'ladi bu shoxtoli. Endi bu yil bitta ikkita gullagan ekan u. Qanaqa shoxtoliligini ham bu yil bilib olishi mumkin agar chop qolsa. Salqinda qolib ketgan, imorat salqinida. Naqlib tarbiyalab boriladi. Yoz davomida ham bir zeleniy abreska deymiz, yozgi abreskalarni qilish mumkin. Mana bu tomonlarni ham hozir ko'rsatamiz. Hozir ozgina kesgan edik. Endi yana oxiriga yetkazib qo'yamiz. Endi ekilgandan beri kesilmagan bu shoxtoli. Hozir mana o'rta qismidan kesgan edik. Endi mana bu yerda mana shox bor. Endi shuning uchun mana shuni ham olib tashlaymiz. Chunki mana bu shox ham rivojlanishi kerak. Mana bu ichiga qarab o'syapti. Undoq qilib ilojini boricha yonga o'stirishga harakat qilamiz. Hech ham abreska bo'lmaganligi uchun hozir novdalar kuchsizlanib qolgan. Agar har yili kesilib turilsa, o'sha novda ham baquvvatlashib boriladi. Mana qilib ozgina kesilgan ekan, lekin jiq qoldirib olgan ekan ona qilib. Mana endi hozir meva qilishni boshlabdi-yu, lekin shakl yaxshi qilinmagan. Qilinmagan hisob shakl. Mana endi kosasimon bo'ldi. Xudo xolasa mana bu kesilgan joylarga albatta vododimension kraska bilan kraskalab qo'ysa yana yaxshi bo'ladi. Bu yangi ekildimi? Yangi ekilibdi. Yangi ekilgan narsaga go'ng ortiqcha go'ng solmaysiz. Buni ham mana shu ichki qismini olib tashlaymiz. Yangi ekilgan bo'lsangiz buni kuchi yetmay qoladi. Buni ozaytirishimiz kerak. Quvvati yetmaydi buni o'stirishga.
kamaytirsangiz, lekin yana yaxshi o'sadi. O'stirishimiz kerak buni endi rivojdan. Endi suvni qiyin. Bu yangi ekilgan bo'lsa, bunga go'ng kamaytiring hozircha ko'tara olmay qoladi. Kamayt, mana bu tomonda devor bor ekan, keyin olib tashlaymiz. Xomiri qancha bo'lsa, o'shanga qarab qo'yiladi tepasi ham. Xomirning quvvati yetish kerak shuni o'stirishga. Xomir qanchalik darajada oz ko'pligiga qarab, mana unaqa qilib cho'kallik qilmasdan kesish kerak daraxtni. Juda ko'p joylarda shunaqa pala-partish kesiladi. Mana endi xudo xolasa mana shu daraxtingiz nimasi xomir rivojlantirishi mana shu shoxlarga yarasha bo'ldi mana. Endi yaxshi rivojlanadi. Haligida shuncha joyda rivojlantiraman qiynalyapti mana. Mana bu oldingi yil ekilgan ekan. Buni ham hozir o'sha past tarafidan kosasimon qilib nima qilishni mana bu yerdan kesamiz. Qarang, mana bu o'sib ketyaptimi? Buni ichga kaltalatamiz. Buni ham tikkaga qarab ketib olyapti mana. Bunday qilib kesib turib, yuvonga qaratib shoxlatamiz. Endi mana bu yil mana shu noto'g'ri kesishda mana qarang. Bunaqa qilmaslik kerak. O'tkir qiyishi bilan uni qo'ymasdan kesish kerak mana. Jitcha qoldiryapti. Yarim santimetr qolishi mumkin, lekin kesishga e'tibor qaratish kerak. Yana ham paslatamiz endi buni. Hozir ustma-ust bo'lib ketdi. Mana shu shoxlar shoxlab oladi endi. Dek kosasimon bo'lib shoxlaydi. Yozda ham bitadi. Nochni ham pastlatish kerak. Mana u o'sib ketyapti ekan, bu qarang. Bularga qaraganda bu o'sib ketyapti. Shuning uchun mana bu yerdan qiyamiz. Buni bu yerdan qiyamiz. Mana buni mashinaga tenglashtirib qo'yamiz mana. Endi yana qayerda bor? O olmachalar bor ekan-a? O'shalarni ham kesib kelaylik. Qachon ekildi bular? Qanday ekilgan bo'lsa, har yili shakl qilib borish kerak. Buni pastlatib shakl qilinadi. Ortiqcha o'stirib yuborsangiz, keyinchalik dori sepishingiz, har xil ishlari bor buni. O'shaning uchun pastdan shoxlatib boriladi. Mana nok. Boshqa mana bundaqa qandaydir bir buqoq bo'lib qolish holatlari bo'ladi. Bu ayrim noklarda shunaqa bo'ladi. Ana so'nggi yilga yaxshilab yana shakl qilinadi. Yoz davomida ham boshqarib borish kerak. Mana bunday o'sib turgan novdachalarni o'ttadan tikkaga o'sib ketmasligi uchun yoz davomida zeleniy abrish kerak. Ya'ni ko'k shakl qilish deydi, ko'k shakl qilish. Mana qora gilos ekan, gullab olayapti. Mana. Endi ana shuni ham kesaylik yuring. Onorlarni ham o'tdi shunday. Onorda bitta joyda 2 dona qosa bo'ladi. Mana bu o'sha tayda yer baravaridan chiqarib olganini olib tashlagan bo'laveradi. Bular yeva qilgan taqdirda ham yerga tegib qoladi. Mana bu olma o'tgan yil ekildimi, bu yilmi? O'tgan yil ekilgan, qiyilmaganda mana. Buni o'sha shoxlatish uchun pastroqdan, ilojini boricha pastroqdan qiyib qo'yish kerak. O'sha qiyilmaganligi uchun
tomiri ham ozmi, lekin o'sish sus bo'lyapti o'sish. Mana bu imorat salqiniga mana bu nima onoram rivojlanmayapti. Mana endi xudo xolasa mana shunaqa qilib yilda shakl qilib borish kerak. Mana bu shoxtolini ham ekkanmisiz, o'zi chiqib qo'ygan bo'lsa, buni ham avgust oyida payvand qilib qo'yish mumkin, kurtay payvand qilib. Buni tutni ko'chaga olib chiqib ekin, ko'chada joyingiz bo'lsa, agar ko'chada joyingiz yo'q bo'lsa, o'sha tomorqangizga chekkasiga ekinki, o'zingizni tomorqangizga salqin bermasin. Mana bu yerlarda boshqa mevali daraxtlar bo'lyapti. Bu tutni o'sha burchakka ekib qo'ysangiz, o'sha yerda kurtay payvand qilib, o'sha shot tutmi, oq bedana tutmi payvand qilib qo'ysangiz, o'sha bir chekkada bo'laveradi. Quyosh salqinini u tomonga uradigan qilib shoxlatasiz. Ro'zg'oringizga tut bo'laveradi o'sha yerda. Agar bu yerda bo'lsa, o'sib ketib, mana bu daraxtlaringizni bosadi. Tut o'sib ketadi. Ha, ko'chada eking buni, hali ham kech emas. Ko'chada ekish uchun bunday qilib ozaytirib qo'yasiz. Mana bu yerda ektash kerak. Mana o'sha tomiriga qarab, tomiri oz bo'lsa, ikkitaga o'xshayapti. Ikki joyga eking, bittasiga oq tut. Ya'ni 45 kun pishadi. Menda borda. O'shanaqa tutlardan nodasdan jo'natib olsam, ulatib olasiz yoki o'zim kelsam ulab beraman. Bittasini bir burchakka ekingki, bittasiga shot tut, bittasiga oq tut eking. Shot tut ham kerak. Murabboga bir chini qo'shib yuborsa, yana ham zo'r bo'lar ekan. Oq tut 45 kun davomida pishaveradi, har kuni pishadi. 45 kungacha bolalarga shakar, oqqand bermasdan tut yig'izsiz, bu tabiiy mahsulot. Shakar oqqandni ham o'z o'rni bor-ku. Lekin 45 kungacha tutiydi bolalaringiz, nevaralaringiz, o'zingiz. Juda ham odamga foydasi ko'p. Shuning uchun bir chekkaraqa ekasiz buni. Mana bu yerda uzumlaringiz bor ekan, uzumlar bosib yuboradi. Bu katta bo'lsa, o'shani bir chekkaga eking, albatta ular berishim mumkin. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.